Evet do'stlar, bu gilosga bittadan ko'rib baho berasizlar. Gullagani hamma gulini ushlagan. Bu navimiz yangilik navlardan. Bizda juda ham ko'p gilos navini bir 10 xildan oshiq yangi yaxshi samarali navlardan ko'paytirganmiz. Mana bir tupi bas, hammasi shunaqa hosil. Gilos ko'ringlar. Bugungi sanamiz 6-aprel sanasi 2025-yil kelib giloslarimiz shu holga keldi. Hali o'zimizda eski navlar hali gulini to'liq tashagani yo'q. G'o'ra ushlashda endi o'ylayapti giloslarimiz. Mana bu qaranglar hosilda. Giloslar uje 10 kun 15 kunda uzishga tayyor bo'ladi. Mana ularni ko'rsatib. Bizda giloslar yana qaytaraman, bir 10 xilga yaqin yangi shunaqa juda zo'r samarali navlardan ko'paytirganmiz. Shunaqa qilib bog', chiroyli bog'lar barpo qilib tashkil qilib berish xizmatlari ham bor bizda. Ko'chatlarimiz soni chegaralangan, shuning uchun hozirdan zakaz olishni boshladik do'stlar. Bemalol tortinmasdan telefon qilib maslahatlar olishlaring mumkin. Yerlaringni ko'rib, yerlaringga qarab kelib chiqib, muhitlaringdan kelib chiqib, qanaqa navlarni ekishni biz tavsiya qilib o'tamiz. Shuning uchun bizga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bu yil 2024-yil ko'plab gilos bog'lar ekilmay qolib ketdi. Shuning uchun sortlar ozroqligi uchun kechikdi. Bu yil 2025-yil kuz oyiga rejalashtirdik. Ulgurmagan bog'larimizni. Shuning uchun sizlarni ham yana 1 yilga kechikmasliklaring uchun o'sha hozirdan harakat qilaverasizlar. Nomerlarimizni qoldiramiz, aytib ham o'tamiz. 90lik kodi bilan 368 0119 raqamlaridamiz. Mana gilosni ko'ringlar, baho beringlar. 6-aprel sanasida turibmiz. Mana do'stlar. Bunaqa gilos yo'q hech qayerda. Buni endi daromadi ham o'zgacha bo'ladi, o'zi ham. Mana eng qimmat sotiladi nimaga? Juda erta chiqqani hisobiga. Kalibri ham yaxshi, chiroyli, yirik bo'ladi. Videoga bittadan like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin do'stlar. Bunaqa yangiliklardan boxabar bo'lib turasizlar.